Salom aziz kuzatuvchilarim, bugun sizlar bilan hammaga birdek yoqadigan vinegret salatini tayyorlaymiz. Bizga buning uchun qizilcha, kartoshka, sabzi, bodring va zelyoniy garoh kerak bo'ladi. Men hamma masalliqlarimni oldindan pishirib olgandim. Shunday to'rtburchak shaklida to'g'rab chiqamiz hamma masalliqlarimizni. Qizilcha salati juda ham hammaga foydali salat hisoblanadi. Kamqonlarga juda ham foydali. O'z aslida bu sabzavotni ko'pchilik lavlagi deydi, lekin biz vodiyda qizilcha deb aytamiz. Va kartoshkalarimizni ham xuddi shu holatda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz chiroyli qilib. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali, foydali salat. Undan keyin sabzilarimizni ham to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Hamma masalliqlarimizni xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Bodringni ham albatta so'lini bodring bo'lishi kerak. Unga vinegret salatiga juda ham boshqacha ta'm beradi. Xohlagan tozlangan bodringingizdan foydalanishingiz mumkin. Malasolyonoymi yoki o'zingizda mana shu holatda tayyorlagan bodring ham bo'lishi mumkin. Men ko'kat ham qo'shib yubordim. Va zelyoniy garoh, ta'bga ko'ra tuz va 3 qoshiq o'simlik yog'i qo'shib yaxshilab salatimizni aralashtiramiz. Mana juda ham foydali salatimiz tayyor. Obuna bo'lishni unutmang aziz kuzatuvchilar.